Hasan. O, assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Savol bor. Hop, Logist bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? kamerachi bo'lardim. Rosta. Seriously. Logistikada qanchadan beri ishlaysiz? 7 yil bo'lib qoldi. O'lganim yo'q haliman. Hali men o'lganim yo'q. Hali men o'lganim. Oyligingiz qancha? Sizdan ham pul ko'payib ketdi. Prichaskalar bugun boshqacha. Qancha bo'lsa xursand bo'lardingiz? Kanish 20 million. 20 million o'zi hayotingda ushlab ko'rganmisan? Bir oydan beri borishganda nima qilardingiz? Yana bir oy so'rardim. Mashq qilig'im menga yoqmaydi bilasan. Ishxonada necha soat ishlaysiz? O'zi 8 soat, lekin 20 soat o'taman. Maqtov yorlig'i olib chiqinglar. Maqtov yorlig'i beringlar. Xo'jayinlarga gapiradigan gaplaringiz. Ko'p, lekin sog' bo'lsin, mayli. Xudoga soldim karlatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Xolos. Boshqa gap yo'q.